Bugungi kunda har qanday faoliyatda hisob-kitoblar muhim o'rin tutadi. Microsoft Excel dasturi aynan shu zerikarli ishlarni osonlashtirish uchun yaratilgan va Excelda har bir fayl ishchi kitob deb ataladi. U xuddi oddiy daftar kabi o'z ichiga ko'play varaqlarni oladi. Har bir varaq kataklar to'g'riga o'xshaydi. U harflar bilan belgilangan ustunlan va raqamlar bilan belgilangan satrlardan iborat. Ularning kesishmasi yacheyka deyiladi. Har bir katakning o'z manzili bor. Masalan, kataklarga 3 xil narsa yozish mumkin. Oddiy matn, har xil sonlar va eng asosiysi hisoblovchi formulalar. Eslab qoling, har qanday formula har doim tenglik belgisi bilan boshlanadi. Shundagina Excel buni hisoblash kerakligini tushunadi. Agar formuladagi biror son o'zgartirilsa, Excel natijani avtomatik ravishda qayta hisoblab beradi. Bu ishni juda tezlashtiradi. Dastur yuqorisida tasma joylashgan. Bu yerda glavnaya, vstavka, formuli kabi bo'limlar bor. Ular orqali barcha buyruqlar beriladi dol. Katakka yozayotgan narsangizni tahrirlash uchun yuqorida maxsus formulalar qatoridan foydalanishingiz mumkin. Bir nechta kataklar guruhi diapazon yoki maydon deyiladi. Ular 2 nuqta bilan yoziladi. Masalan, A1 dan A4 gacha forgivet. Ba'zan katakda panjara to'nunul belgisini ko'rasiz. Qo'rqmang, bu shunchaki son katakka sig'olmay qolganini bildiradi. Agar #del0 yozuvi chiqsa, demak siz sonni 0 ga bo'lib qo'ygansiz. Matematikada esa 0 ga bo'lish mumkin emas. Raqamlar zerikarli bo'lmasligi uchun vstavka menyusi orqali ularni chiroyli diagramma va grafiklarga aylantirishingiz mumkin. Ma'lumotlar ko'p bo'lsa, ularni alifbo tartibida saralash yoki filtrlash orqali kerakli narsani tezda topish imkoni bor. Jadvallar chiroyli bo'lishi uchun kataklarni bo'yash, shriftlarni o'zgartirish va chegaralar qo'yish mumkin. Ishingiz tugagach, faylni saqlashni unutmang. Excel fayllari odatda XLS yoki XLSX kengaytmasi bilan saqlanadi. Jadval bo'ylab sichqoncha yoki klaviaturadagi tugmalar yordamida tez harakatlanish mumkin.